bugun iOS 26.4 yangi kelgan narsalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, eng katta o'zgarish mana shu yerda bo'lgan. Yangi emojilar qo'shilgan mana. Yangi emojilar. Mana shu har bittasi emojilarning nomini sizlar topishinglar oson bo'lishi uchun kommentariyaga yozib ketaman. Xo'p, keyingisi uyqu rejimida mana shunaqa bo'lardi. Hozir ham shunaqa turibdi-yu, lekin mana bu yerda mana bunaqa qo'shilgan, baholash qo'shilgan. Bu faqat Apple Watch o'zida hisoblanardi. Endi iPhone o'zida ham hisoblaydigan bo'libdi. Mana shu yerda qanaqa yaxshi uxladinglarmi, yomon uxladinglarmi? Mana 87 bo'lsa normal bo'ladi, 100 bo'lsa zo'r uxlagan bo'lasizlar. Mana har bittasini to'ldirib chiqishingiz kerak. Keyin mana bu yerda Apple Watch'ingiz bo'lsa, mana bu yerda ham temperaturani, yuraginglarni qanaqa urganini hammasini hisoblab beradi. Bugungilikni. Xo'p, keyingisi podkast ilovasida bo'lgan. Podkast ilovasidagi o'zgarish. Mana bu funksiya qo'shilgan, deyishyapti. Xo'p, mana zagruzit bilan sahranit turibdi, to'g'rimi? Sahranitda faqat iCloud'da o'ziga qo'shilib qoladi, lekin uni offline tarzda eshita olmaysizlar. Mana buni bosganingizdan keyin bu yuklab oladi, shu podkastni yuklab oladi. Buni offline ravishda eshitishingiz bo'ladi. Uning uchun mana bu yerga kirib olasizlar. Bo'ldi. Xo'p, keyingisi Apple Store'da bo'lgan. Xo'p, App Store'dagi o'zgarish mana bitta sezgan bo'lsanglar kerak. Mana bu yerda dumaloroq bo'lgan, keyin mana bu yerda Apple account degan yozuv qo'shilgan. Bo'ldi, unaqa katta o'zgarishlar bo'lmagan. Shu sezilarli o'zgarishlar shular.